Hop, assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun arafa hammani uyda osh xudo xolasa. Bugun u chaqda o'zim qo'l bilan qilib, o'zim ham uyda qilaman. Har arafa hayitda o'zim uyda tayyorlayman. Hamma ham shuna bo'lsa kerak. Asosan erkaklar tayyorlaydi. Hop, bugungi mavzuimiz shu jo'jalarning qorni og'riq, qon ketish ichidan koksidioz kasallikka qarshi bo'ladi. Hop, ertalab chiqsam 5 ta 6 ta jo'ja o'lik. Kecha o'zi ovqat yeyishidan ma'lum edi. Bitta ikkitasi chekkada qunishib turadi. 10 kungacha jo'ja o'zini aybi bilan o'ladi. 10 kungacha. Kindagi bitmagan, zavodskoy defekt, inkubatorda defekti, mana shunaqa narsalar bilan o'zini aybi bilan o'ladi. O'shanga fabrikadan jo'jalar olinsa, ikki misol 1000 taga 20 ta ana boring tanish bilish qilib bir yaqinlik qilsa 30 ta qo'shib beradi. Bo'lmasam hammaga shu bir tekisda 20 tadan qo'shib beradi. Hop. 10 kundan keyin mana 1 oylik, mana 40 kunlik mana shunaqa paytda yangi tovuqxonadan chiqish, kasallik chiqish ehtimoli juda kamroq, lekin bizda hangi eski hamki tinmay tovuqda ishlaydigan tovuqxonalarda, dam olmaydigan tovuqxonalarda kasal chiqish moyilligi ko'proq bo'ladi. Nimalarga e'tibor beramiz? Kasalni qanday topib olamiz? Aytganimdek 10 kungacha jo'ja o'ladi, 10 kundan keyin sizni aybingiz bilan o'lishni boshlaydi. Hop, qorin og'riq bo'lsa, bir chekkaga chiqadi. Og'iz ochib nafas olmayaptimi? Demak, u qorin og'riq. Bilavering, jo'jalar qorin og'riq. Yo oq chichadi, yo qizil, yo yashil. Shu axlatidan qanaqa kasalligini bo'lganligini bemalol farqlab olsa bo'ladi. Men qanday farqlab oldim? Ertalab yem berib turganimda jo'jalar 2-3 ta o'lim topdim. Adabada. Keyin bitta ikkitasi chekkaga o'zini suryapti. Mana misol buni qunishib oladi. Buni qunishib oladi. Keyin mana shu liniya, endi men axlatini qizilligini bu yerda bunaqa quruq paytda ko'rib olish qiyin-da. Nima qildim? Bunaqangi toza beton joy bor edi. Bunaqangi. Mana shu lenta buni ustidan to'silgan edi. Mana toza beton edi, mana ko'rib turgan joylaring. Darrov o'sha yerda ochdim. 5 minutda kasallikni aniqladik. Mana toza beton mana hozir sepib qo'ydim, quruqli beton ustida. Bir-birini u qonni ko'rsa jo'jalar cho'qiydi-da. U sheriga misol kasallangan jo'ja qon chiqsa, sheriga darrov uni cho'qiydi, keyin uni darrov yeydi, bir-biriga yuqib, birpasda yuqib bo'ladi bu kasallik. Ulgurmaysiz. Shunaqangi. Buni kasallik topdik, hozir men dorisini ko'rsataman. O'tgan ham bir video qilganimda ko'rsatganman, eslasalaring. Koksidiozga qarshi Stopcox dorisini berganmiz. 1 sutkada o'limni to'xtatadi, 2 sutkada davolaydi. 48 soatda davolab bo'ladi. 1 litrga 1 gram qilib beriladi. Men udarniy dozada 1 litrga 1,5 gram qilib hozir berdim. Keyin endi dorilar hozir juda nimalashib ketgan. Kuchli bo'lib ketgan. Misol oldin bir kasallik chiqqan bo'lsa, bir dezinfeksiyalarni qilib bir qattiq qarash kerak. Hozir misol dorini o'zini berib qo'ysangiz, unaqa narsalarga o'sha hojat qolmayapti, lekin o'sha eski yo'nalishda biz dezinfeksiya qilamiz, iloji yo'q. Hozir xlorlar erityapmiz. Sepadigan apparat olganman, yelkaga osib sepadigan motorligini bir sidira xlor bilan sepib boramiz. Bitta o'sha koksidozga emas, boshqa kasalliklarni ham agar imkoni bo'lsa, o'sha dorilarimiz qo'lidan keladi, xudo xolasa. Uncha viruslarni, bizga ko'zimizga ko'rinmaydigan viruslarni o'ldirib chiqaraveramiz. Shunaqangi, bu kichkinalarimizdan chiqmadi, asosan kattalardan bir 8 taga yaqin katta jo'jalarimiz o'ldi. Endi jalka nima qilamiz endi? Iloji yo'q. Parranda hayvonot shunaqa ekanda, kutilmaganda bo'lib qoladi. Bu har yilgi odat. Shunaqangi bo'lib turadi. Lekin tozaliklarga mana nimalarga qarab turamiz. Mana hamma yo'q pokiza xlor tabletkalarni misol mana eritib qo'yganmiz mana. Xlor tabletkalar erib turibdi. Dorilar sepib turibmiz. Endi shunaqa ekanda bu jo'jani o'zidan ham kelib chiqaveradi.
Xo'p, hamma idishlar yuvildi, kak palojini. Hamma idishlar yuvildi. Hozir kaksidozni dorisini ichyapti. Ertaga xudo xolasa mana qunishganlari ham qolmaydi, hammasi yugurib ketadi. Lecheniy bo'lib ketadi birato'la. Bu o'zi asli kaksidosni kasal bo'lsa bo'lmasa profilaktika uchun o'sha 12 kunlikdan o'tgandan keyin 4-5 kunda bir kun misol 12 kunda bir kun 17-18 kunda bir kun 25-27 kunda yana bir kun qilib 50-60 kunlik bo'lguncha undan keyin o'sha shunaqa kasallikka chalinish nimasi kamayib ketadi. Sababi kamayib ketadi. Kattalashgan sari organizm organi bo'ladi. Yoshlikda ko'proq chiqadi. Shularga e'tibor beramiz. Endi vaqtimiz ko'p ketyapti. Bu YouTube'ga tushadi bu video. O'sha YouTube'ga tushganda sizlardan iltimos, har safar takrorlab o'zim xijolat bo'lib ketyapman. Shu like bosilsa videoyim prosmotri ko'p bo'lyapti, akalar. Hammaga manfaatli bo'ladi gapirgan gaplarim. Shu jo'ja boqadiganlar, biznes boshlaydiganlar, boshqa misol dakenchilar bor, biror bilan yangi shug'ullanaman deganlar bor, endi o'rganaman deb turganlar bor. Mana shu kasallikka qarshi jindeslarga o'rganish berib qo'ydim. Endi men bu dorini qayerga qo'ydi ekan o'g'ilcha, baqa qo'yibdi. Men aytadi o'ylabman. Xo'p. Stop koks berdik, orqasidan vitaminni umuman imkon qadar ko'p beraveradi, uzmaydi. Mana stop koksit. Mana shuni 2 sutka beramiz. Mana 280 ming ekan, 1 litr. Keyin o'sha YouTube'ga qo'yilgandan keyin video YouTube'ga qo'yilgandan keyin Telegram silkasini tashlab qo'yyapman. Qo'shilib olinglar. Telefonimiz 90lik 293 89 49. Bular hammasi sotuv uchun. U tomonda makiyoni ko'p, bu tomonda xo'rozi bor. Bular pashti to'layapti akalar, kattalari. Narxini telefon orqali gaplashamiz. Narxini aytmayapsizlar demanglar. Shu telefon orqali gaplashaveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.